Qo'shiqni men o'zim uchun yozgandim. YouTube'ga ham qo'yganman. Kim do'st dushman bilmadim nogoh, choh qazisa bo'lmadim ogoh. Ichki ishlarga kirganman, soat 9:30-10da kelganman. Uyimga borganman, bilmayman, telefonda chaqirtirgan borganman. Holat shunaqa bo'lyapti. Bitta odam olib kirib ketyapti meni. Sen ursan, sen bunaqa qilasan, bunaqa qilgasan, to'g'rimi? Telefonimni mashinadan shart chiqyapti-da, mashinamdan telefonni olib, qarab ketyapti. Aka, men ruxsat berishim kerakmi desam, menda hujjat bor. Xo'p, olib kiryapti. Uydi. Maqsad o'sha ulgurmadim tavba qilishga degan qo'shiqni, kimdir bilmayman nimadir bo'lgan o'sha qo'shiq yoqmabdi bunga. Hozirgacha shunaqa qiynoq bo'ldi chiqardi. O'qisang bu qilaman. Sen deydi materialni deydi, bunaqa qilib qo'l qo'yib bersang, xo'p deydi, men seni telefoningni olib beraman. İchki ishlarda mana qilsang, mana qilaman degan qonun qoida bormi? Bitta ashulagandim, hozir tezkor qidiruvdim, qanaqadir tushuntirish xatlari dedim. Meni dedim 3 oy yo 4 oy oldin dedim, tegishli joylar chaqirib dedim, mendan dedim tilxat olgan mas'ullar haqida dedim. O'sha prokurorga zami bor ekan, shunaqa desam, bu ishlar bilan diniy xavfsizlik bo'yicha bolalarimiz, xodimlarimiz bor dedi. Mana bu nomeri dedi, gaplashib shular shug'ullanadi dedi. Telefon qilsam, ular qayergadir ishdan chiqib ketgan bo'ldi. Keyin telefon qilsam ko'tarmadi. Telegramdan yozdim, aka dedim, mana shu so'zga e'tibor qaratib beringlar desam, aka biz hozircha bir narsa deyolmaymiz, lekin qani ko'rib chiqamiz dedi, qayta xulosa yozmadi ular. Maqsad nima? Qo'shiqni olib qo'yish kerak bo'lsa, menga muammo emas, qo'shiqni olib qo'yish dedim. YouTube'dan olib qo'yaveraman, faqat dedim, sababini bilay. Qaytadan nima so'zni o'tirayotganman desam, biz sizga javob bermaymiz. Bu haqida dedi, o'zingiz tushunchangiz bo'lishi kerak edi. Assalomu alaykum. Ana endi yaxshi kelyapti. Salomatmisiz? Baxtiyor aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Rahmat, uzr bezovta qildik. Bemalol aka. Aka, so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlaringiz orqali bo'layotgan mojarolar bilan biz bilan ham bo'lishsangiz, o'zi asli bu narsa nimadan boshlandi, qachondan boshlandi, o'zi vaziyat hozirgi kundagi vaziyatingiz qanaqa, shu haqida qisqacha ma'lumot bersiz aka. Xullas, juma kuni menga telefon bo'ldi. Men falonchiman dedi, ismini Jahongir dedimmikin, shu ismi esimda qolmadi bo'lani. Shunaqa dedi, ichki ishlarda aka dedi, bir ko'rishsak oz gap bor dedi. Keyin mayli dedim, qayerdan oldingiz nomerimni desam, uyingizga bordim. Dedi, tashlayman aka, masala nima desam, masalani ko'rishganda aytaman dedi. Mayli dedim, men dedim, lekin dedim, nima sababini bilsam yaxshi bo'lardi. Agar tergovchi dedim, poska bilan menga dedim, pochta orqali xat jo'natinglar dedim, o'rganib chiqib boraman desam, yo'q, ikki oz gap bor ekanda. Bo'pti dedim, qayerda ko'rishamiz desam, ichki ishlarga keling dedi. Qaysi ichki ishlarga Baxtiyor aka? Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Rovdisiga. Shu yerga chaqirdik, keldim, dejurkani oldida kutib oldi meni. Ichkariga dedi, aka bitta narsa dedi, meni dedi, ikki oz gapga chaqirdingiz. Vaqtimcha bemalol emas. Keyin sog'ligimda muammo bor dedim. Desamki, shunaqa aka, ikki oz gap shunday deb bir narsa qo'l qo'yib berasiz dedi. Yaxshi ko'raylikchi deb kirsam, qo'limga ikki varaq narsani ko'rsatib, tezkor qidiruv e'lon qilingan sizga dedi. Shu ashula bo'yicha dedi, sizga ariza bo'lib qolibdi. Agar dedim, bu ariza ashulani dedim, men 2 yil oldin aytganman dedim. Keyin dedim, bu tegishli joylardan ruxsat so'raganman ashula uchun. Desam, mayli shularni oydinlashtirib qo'yamiz. Hozir tergovga chaqirdingizmi yo ikki oz maslahatga desam, gaplashib olamiz-da aka dedi. Mayli dedim, gaplashamiz, lekin vaqt desam, aka 5 minut 10 minut siz qo'yib yuboraman-da. Bo'pti. Desam, telefon mashinamda turibdi dedim. Keyin mendan tushuntirish xati yozyapti. Aka dedim, bir narsa siz tergovga chaqirdingizmi desam, yo'q, suhbatda dedim, odamdan tushuntirish xati yozilmaydi dedim. Men advokatim bor dedim, salomatligim bor, bu kun bilan maslahatimni qilib keyin javob bersam yaxshi bo'lardi desam, aka men sizga yaxshi gapirib qo'ydim shekilli. Dedi, yomon gapirsangiz nima bo'ladi? Yomon gapirsam agarda qayerda o'tirishingizga to'g'ri kelib qoladi. Buni xonaga yuring, bu xonaga yuring qoldi-da. Keyin buni kameralar esladimi desam, bu mening ishim aka bag'i dedi. Qarashdi, nima qilay aka desam, telefoningizni ham bir ko'zdan kechirib qo'y dedi. Keyin telefonni sizga bermayman dedim. Desamki, menda ruxsatnoma bor. Bu ruxsatnomangizni prokurorda xabari bormi bundan desam, prokurorda xabar bo'lishyapti, ertalab qo'ydirdim. Bu nimaligini ham bilmaydi prokuror. O'zini og'zidan chiqqan gapda u. Dedi, keyin xarajat dedim, men mashinamda dedim, yuring dedim, mashinamni shuni ko'rsatamasam, yuring deb birga chiqib, mashinamni ochishim bilan shart telefonni olyapti-da, mashinamda turgan telefonni olib ichkariga ketdi deyapti-da. Aka dedim, ichkarida menga yoqmayapti harakatingiz dedim. Sen ichkariga kiraverishda gaplashamiz. Ichkariga kirgandan keyin
Bir ikkita bola kirib ketishimizda turuvdi nimada, zinada. U bolalarni men ko'zim tushgan, ko'rganman. Mendan tushuntirish xatini yozyapti, telefonim chiqilyapti, o'qilyapti, aka dedi. Endi aybga buyurmaysiz rasmiyatchilik, men ham ishimni bajarib qo'yishim kerak dedi. Hali ham tushunganim yo'q men dedim. Bitta ashulaga dedim, hozir tezkor qidiruvdim, qanaqadir tushuntirish xatlari dedim. Meni dedim 3 oy yo 4 oy oldin dedim, tegishli joylar chaqirib dedim, mendan dedim tilxat olgan ashula haqida dedim. O'zi boshqa kuylar, boshqa bunaqangi temalar ashula aytmayman deb yozib berganman dedim. Dedim, men diniy idoraga chiqqanman, agar imkon bo'lsa sizga diniy idoraga chiqqan kunimda screenshot tashlab qo'yaman telefonimda turibdi. Albatta, yaxshi bo'ladi. Diniy idora bilan gaplashganman dedim, rayon markaziy masjidga kirib dedim, shu diniy qo'mitani xodimlari bo'larkan, ular bilan gaplashganman dedim. Ularda hech qanaqa e'tiroz bo'lmagan qo'shiq so'ziga dedim. Ular faqat yaxshi tarbiyaviy qo'shiq bo'lgan. Biz tarafdan hech qanaqa e'tiroz yo'q degan. Diniy idoraning xulosasi ham Baxtiyorjon, biz so'zlarni eshitdik, lekin yozma ravishda diniy idora qo'shiqlariga ma'lumot bermaydi. Bizda bunaqangi jamiyat yo'q dedi. Biz faqat fikr bildirishimiz mumkin, so'zlariga qarshilik qilmaymiz. Biz tomonidan qarshilik yo'q dedi. Rahmat dedimki, men ichki ishlarda ishlaydigan bir inson bor, qadrdonim. Unga chiqib undan so'radim, aka shunaqa qo'shiq aytyapman dedim. Mendan ruxsat so'rash kerak bo'lyapti. Baxtiyorjon dedi, O'zbek konsertga chiqing dedi. O'zbek konsert dedi, bu holatda dedi tushunadi dedi. Biz ichki ishlarda dedi, bunga hech qanaqa ko'rsatma bera olmaymiz. Lekin qo'shig'ingizni eshitdim dedi. Menimcha buni dedi, birovga taalluqli yoki dinga taalluqli so'z yo'q dedi. Bir inson o'zini hayotiga gapirib dedi, ibratli qo'shiq ekan dedi. Keyin men O'zbek konsertga ilgariga ishlagan inson bor edi. Avaz aka degan odamga telefon qildim. Avaz aka shunaqa qo'shiq aytdim, shunaqasidan Baxtiyorjon O'zbek konsert bu haqida hech narsa deyolmaydi dedi. Sabab dedi, bizga birinchilardan bo'lyapsiz. Bunaqa murojaat qilishga turgan edi. Rahmat aka dedim. Xullas bunday o'ylab qarasam, aka oxirgi prokuraturaga taqalyapti. Keyin prokuraturaga kirdim. Kirsam zami, o'sha prokuraturada zami bor ekan, shunaqa desam, bu ishlar bilan diniy xavfsizlik bo'yicha bolalarimiz, xodimlarimiz bor dedi. Mana bu nomeri dedi, gaplashib shular shug'ullanadi dedi. Telefon qilsam, ular qayerga ishdan chiqib ketgan bo'ldi. Keyin telefon qilsam ko'tarmadi. Telegramdan yozdim, aka dedim, mana shu so'zga e'tibor qaratib beringlar desam, aka biz hozircha bir narsa deyolmaymiz, lekin qani ko'rib chiqamiz dedi, qayta xulosa yozmadi ular. Lekin 3 yo 4 marta ularga ham telefon qilganman, diniy ishlar bo'yicha telefonimga uni screenshot qilib sizga tashlayman bu narsalarni ham. Xullas aka, bu ishlarni boshini o'tkazgandan keyin men ijtimoiy tarmoqda YouTube kanalim bor. Shu kanalga o'sha adminlarim naqasini roligini tayyorlab joyladim aka. O'zimning shaxsiy kanalimga joyladim. Bu endi xalqqa yoqqan qo'shiq qanchadir prosmotr oldan keyin qanchadir inson rahmat dedi menga bu haqida. Bu haqida 2 yil davomida meni hech kim so'roq qilmadi aka. Hech ketga chaqirilmaganman. Faqat yaqinda bir yaxshi san'atkorlar bilan o'tirgan davronda bir inson shu gapni endi eshitganman, seni qo'shig'ingda dedi, vaziram eshitib yuribgan. Chiroyli qo'shiq bo'pti, bizga yoqdi, yaxshi ketyapti qo'shig'ing dedi. Endi shu gaplar o'tdi oradan bir hech qancha o'tmasa menga bunaqangi telefonlar, bunaqangi narsalar, mashmashalar boshlandi-da. Keyin men aytdim, akalar dedim, maqsad nima? Qo'shiqni olib qo'yish kerak bo'lsa menga muammo emas, qo'shiqni olib qo'yish dedim. YouTube'dan olib qo'yaveraman, faqat dedim, sababini bilay. Qaytadan nima so'zni o'tirayotganman desam, biz sizga javob bermaymiz. Bu haqida dedi, o'zingiz tushunchangiz bo'lishi kerak edi. Yaxshi, baribir dedim, inson xatosini bilish kerak dedim. Shu so'zda mana shu yerda noto'g'ri ketibdi. Mana bu mamlaqa bo'lish kerak edi. Deyish kerak desam, siz deyapti, juda ko'p gapiryapsiz, bizga yoqmayapti. Sizga buyruq bo'lyaptimi, shuni bajaring bo'ldi. Tamom, boshqa temaga chalg'imang deyapti. Yaxshi dedim, yana ayrim joylarda men bu insonning ismini nomma-nom aytishim kerak emas, sabab kimdir nomini qoralamoqchi emasman. Maqsadim kimdir ustidan jalba qilib yoki kimdir ishdan oldirib, shunaqa maqsad yo'q. Ichki ishlarga ham hech kimga men adovatim yo'q. Faqat menga hamma chaqirilgan joyda kim tomonidan olinganiga va so'roq qaysi qo'shiqda qaysi so'zi noto'g'ri ketganligi haqida ma'lumot berilmagan. Faqat ular shu bosim bo'lgan, bosim ham qanaqa? Olasan, tushunmasang tushuntirib qo'yishadi. Yaqinda shu ichki ishlarga chaqirib kecha holat bo'yicha ichkarida menga qattiq savollarni berdi-da, keyin guvohlar paydo bo'lib qoldi dedi-da, keyin palonchi pistonchi dedi, otani bilar ekan, palon oyim qishloqdanmisan dedi, ha, atida turibsan, 177 bilan qamalibsan, keldingmi, ha, yaxshi. Endi dedi, sen guvoh bo'lib qolding dedi. Mana shu narsaga dedi, qo'l qo'yib guvohlik o'tasan dedi. Ko'zimda oldida haligi bolani, hali atida turgan bolani. Endi qo'pol bo'lgan, so'kingan joylari bo'lganda, sen deyapti, netda o'tirib tushuntirib qo'ydi. Haligi bolaga ikki og'iz gap bilan. Endi aka bir narsa. Agar men baxtsiz bo'lsam, bu gapni o'sha so'kinish ohangida gapni kim gapiryapti? Siz chaqirgan o'sha xodim gapiryapti, xodim.
o'sha terrorizm bo'yicha ishlayotgan xodim gapiryapti bu gapni. Keyin men ko'rdim, uka dedim, u bola aytayapti, men qamalganimdan deyapti, faxrlanaman qamalganimdan deyapti. Qamalganimdan faxrlanaman, sabab bugun deyapti, shu nimadan deydi, qamoqdan chiqib kelib, o'zaro gaplashib o'tiribdi ular. Keyin men aytdim, uka dedim, faxrlanma dedim. Qamoq yomon narsa dedim. Farzandlar bor, erta kelajak avlod dedim. Otam faxrlanyapti. Bu ish dedim, farzandlarni qaytarib qo'yishdi. Bu mumkin desam, agar zararlashmay o'tiring dedi. Xullasalik guvoh bilancha tortishdim. Oxirida bular qo'l qo'yasan dedi, yo'q qo'l qo'ymayman men dedim. Sabab meni dedim, advokatim bilan maslahatimni dedim. Rost mana qilib olib turib, keyin bu narsaga men yondashaman dedim. Desam, u xonaga tortdi, bu xonaga tortdi, aytdi, tushuntiryapti. Qo'l qo'yishim evaziga telefonni qaytib berishni aytdi ular. Aka men dedim, nimaga dedim, sizlar shartlang ko'rishim kerak. Bugun men dedim, jinoyatchimanmi desam, yo aka siz yaxshi gapiryapsiz, yomon gapirsangiz deb o'ziga nima bo'ladi aka menga dedim. Maketda bo'lsa desam, chota deydi, ohangini aytib boshqacha, bu endi ko'chani tilda gapirib tashlayapti-da. Aka dedim, meni otam dedim, rahmatli otam dedim, 20 yil oshiqdim ichki ishlarda ishlagan dedim. Bir joyga so'roqqa chaqirsang, nima sababligini bilib keyin qo'l qo'ygan degan. Biz otam shuni qo'ygan. Men bilmagan narsaga qo'l qo'ymayman. Bizning eshiklarni qulflab qo'ydi ular. Chiqarmadim. 5,5 soat aka meni savol, u xonaga tort, bu xonaga tort, hatto reshetkali izolyatoriga ham chaqirdi. Men bo'ysunmasdan tushib ketib turgan paytim bir uchastkavoy yo'lni to'xtatyapti-da, qayting orqaga deyapti, ular buyruq beryapti, to'xtating deyapti. Aka, men sog'lig'im yomonlashyapti. Ko'zimga qarang, qisarib ketgan. Menga dedim, yordam bering desam, men yordam bera olmayman deyapti. Boshqa uchastkavoy. Arqa yo'liga chiqsang, ana uchastkavoy turgan aka, hech yo'q menga nachalnik militsiyaning ro'paraga beringlar dedim. Menga bulardan qattiq tushuntirib o'ryapti xullas ichkarida. Qisqasi dedim, bo'ldi akalar dedim, men dedim, bu yerdan ketaman dedim, maslahatim kelaman desam, ular skoriy chaqirib qo'yibdi keyin. Skoriy xodimlari kirganda ko'zi sal aqa-baqa bo'ldi. Skoriyga nima deyapti? Meni deyapti, davlena moshchekli aka bir ko'rib qo'ying deyapti. Hali ichkarida xodim. Ular kirib ketganda men chiqib ketdim-da, mashinamga chiqib, ayolim telefondan video обращение qildim. Video обращение Instagramga qo'ydim. Endi obrashgan qilishimdan maqsad shu ediki, agar o'sha holatda kelib yo sahrim oshib yoki men qandaydir bir yomon kasal bo'lib, bir narsa bo'la turgan bo'lsam, meni bola chaqamni boqishi yoki meni ertadan keyin kelajak avlodimga qaysi mana yordam ko'rsatish hech kim bo'yniga olmaydi. Menga bugun sog'ligim kerak, tinchligim kerak. Yana bir narsani sizlarga ta'kidlab aytaman. San'atkor bo'lib 20 yildan beri ashulachilik qilaman. Hafta ichida to'yga chiqib, shu tirikchiligim shundan-da meni. Men bugun shu darajaga kelib xalqqa tanilgan, qanchadir ma'noda tanilgan san'atkor sifatida bir narsa aytaman. Bugun meni qo'shig'im sababchimi yoki fash qo'shiqlarga ham bunaqangi chora ko'riladimi? Endi meni davlat tadbirlariga chaqirmaydi aka. Davlat tadbirlariga borsam cho'qib tashlashadi. Kimlar chopadi bilmayman. Men yo'qmaydigan insonlar bordir balki. Davlat tadbirlariga hech kimga chaqirilmaganman. Lekin litsenziya solig'ini vaqtida to'layman. Litsenziya olaman, soliq to'layman. Rayonda, Farg'ona viloyati bo'yida rayonda san'atkorlarga nom podishka qilish degan narsa bor. Buni men shu san'atga kirganimda tushunganman. Madaniy markazlari, Navro'z sayllari, davlat tadbirlariga Baxtiyor G'oziyev hech qachon chaqirilmaydi. Men tushunaman, erta shu tanish bilishi bor, oynasi bor san'atkorlar chiqib, podishka zo'r joyga ular chiqadi. Xonadon joylar, mahalliy Navro'zlar, mahalliy bir qanaqadirlarga Baxtiyor G'oziyevga telefon qilinadi. Lekin pulning haqida unaqa narsa yo'q. Faqat kelib keting, aka hurmat yuzasidan men tanigan insonlar chaqiradi. Endi televideniyalarga borib turadi, uni chaqiradi, ertadan ham chopishdi biz. Chopishdi degani mendan hech qanaqa manfaat yo'q ularga. Lekin men shu narsaga savolimga javob topolmadim. Litsenziya, soliq degan jamiyat san'atkor uchun ham nimadir bera oladimi? San'atkor bugun nimaga litsenziya olyapti, nimaga soliq to'layapti? Unga ham qaysi tomonlama yordam bo'ladimi? Yo faqat shu chalg'itishga ishlaydim san'atkor deyman-da. Yaxshi san'atkorlar, o'g'riga bor san'atkorlar, meni ham inshaalloh men Xudodan so'raganman, bugungi kunda hurmatim yaxshi. Qayga borsam odamlar taniyapti. Qo'shig'imni eshityapti. Lekin bugungi bir joyga reklama qilaman yoki bir joyga o'zingiz tanitaman deganingizda bitta boltam chiqib turishi bugun charchatdi meni to'g'risi. San'atga bo'lgan ishtiyoqim to'xtatdi bular. Endi qaysi jamiyat kim uni bilmayman. Meni hech kimga adovatim yo'q. O'sha ichki ishlar xodimiga ham, boshqasiga ham, lekin nima sababligini hech qayerda bilolmadim. Savolga javob ololmadim.
Shunga xafa bo'ldim xolos. Xafa bo'lganimda davletam ko'tariladi, yuzim qisaradida, onam buni biladi. Biz otasiz 2008 otamiz o'tgan, onamni o'zi katta qilib, onamni o'zi boqib, biz bugun shu darajaga olib keldik. Endi shu jamiyatda ham qandaydir qarang, kimdir chiqib bir narsa bu emas, jonona bir narsa temalar ketyapti. Ularda ko'rmadim hech qayerda bir bosim bo'lganini. Lekin qandaydir bir o'zimni dardimni ashula qilsam kimgadir yoqmaganligi yoki qaysidir to'g'rida meni chopib ketilishim, qaysidir san'atkorga yoqmasligim meni aybim emas u. Men xalq to'yiga yetadi, xalq tirikchiligimda hamma narsa xalq bilan. Hech qanaqa boshqa biznesim yo'q mening. Shu minib yurgan mashinam solgan uyimda shu to'ylardan bir topib solganman. Endi qayerdadir bir yaxshi bo'lib qolsangiz, insonlarga ehson olib chiqib turadi, buni ham chop tashlashdi. Sabab unisi bilan uyimga kelardi, aka patpichkiz qilib ehson yordam qiling desam, hech qachon yo'lamaganman. Endi uni ham zapret qilib, chaqirib, videolarda qilib, hamma tomonlama qaytga chiqsam o'sha bir bolta bo'ladi, shu bilan to'xtataman. Xo'p, Baxtiyor aka, mana o'sha birinchi chaqirilgan kuningiz uyali aloqa, ya'ni telefoningizni olib qo'ydi deyapsiz. O'sha telefon o'sha kuni birinchi kuni qoldimi telefoningiz o'sha yerda ichki ishlar xodimlari? Mana hozir ichki ishlarga ro'diga chaqirilganman, kirib ketyapman. Men u kuni prokurorga iltimos bilan chiqqanimda ham prokuror bo'ldi dedi, o'sha zami tushdi, bo'ldi, hozir kiring berib olishadi dedi. Unda ham kirdim, berishmadi telefonimni. Hozir menga kod kelib turibdi, Redmi-ni ochdi, senga qanaqa deb ulanmoqchi deyapti. Men kod berganim yo'q ularga. Bilmayman endi u bir narsani hozir bormaganimcha hozir ro'diga kirsam nima bo'ladi? Balkim kimdir yana nimadir deydi, uni bilmayman lekin. Lekin agar ijtimoiy tarmoqqa qo'ymoqchi bo'lsangiz, meni bugundan keyingi hozirgi vaqtda mana gaplashilgan vaqtimiz aniq, to'g'rimi? Albatta. Agar hech qanday bir narsa bo'lsa, sizdan iltimos qilaman, shu farzandlarim uchun, oilam uchun menga nima bo'lganini haqqa ochiqlang. Albatta. Sabab Alloh saqlasin yomonlardan. Nimadir bo'lgan taqdirda ham men hech qanaqangi onam uchun yozganman. Hamma joyda aytganman. Men hech kimni tanqid qilmoqchi emasman. Onamga shu ulgurmadim. Onajon, men avariya bo'lib ketdim, ertaga o'lib qolsam, shu gaplarni sizga aytmoqchi edim degan so'zlarim qo'shiq bo'lgan. O'zim bastalaganman, o'zim so'z yozganman. Hech qanaqangi birovdan padeshga kutib yo birovdan nima, o'zim qancha qo'shiq yaratgan bo'lsam, o'zim uyimda o'zim yarataman bu narsalarni. Bunga hech kim to'sqinlik qilishi yo bu narsa maqsad shu yoqimli narsa bir kimgadir dalda bo'lishi, kimgadir yoqish uchun harakat qilganman. Xo'p, Baxtiyor aka, bundan oldin ham shu qo'shiqlaringiz to'g'risida yoki bo'lmasa kimlar bilandir qilingan xatti-harakatlar to'g'risida ichki ishlarga chaqirilganmisiz? Yo'q, qo'shiqlarim borasida faqat tegishli jamiyatlarga chaqirildim, o'sha ularga javob berdim. Ular bilan ortiqcha tema bo'lmadi. Shu yozib tilxat berganman. 4 oy, 5 oy yangi yilda Qozog'istonga to'yga ketib turganimda. Xullas, agar o'sha bir marta chaqirtirilganimda tilxat berganman. Bo'ldi, tushunmaga xatosi bo'lsa, men uni video YouTube'dan olib qo'yaman. Muammo yo'q deb YouTube'dan o'chirib qo'yganman bu narsani. U temada hech qanaqa muammo bo'lmagan. Xo'p, oldingi bir chiqishlarda ham bir e'tibor berganmiz. O'sha hozirgi kundagi mashhur bir san'atkor, ya'ni Jaloliddin Ahmadaliyev bilan ham qanaqadir bir orada qo'shiq to'g'risida nizoga chiqqan. Ruxsatsiz kuylaganligi uchun men uni sudga berganman, sud xulosasini bergan, u taraflama muammo qolmagan. Meni yaqinda unutganim yo'q degan qo'shig'imni ham ovozni klonlashtirib qo'yib, odamlar men ichimdalik men bilan xalq o'rtasida qanaqadir bir jajza qilib qo'yapti-da. Bu narsalarga men aytmoqchiman. Odamlar chalg'it etirgan, odamlarni aqabaqa qilib turgan, bunaqangi blogerlar yoki bir qanaqadir sun'iy intellekt ishlaytirgan bolalar bugun san'atkorlar o'rtasida ham nizo paydo qilib qo'yapti-da. Uni meni ovozimda, meni qo'shig'imda falon nimadan chiqarib prosmotr ko'p bo'lib ketib qoladi, ertaga men da'vo qilib chiqsam, yana qo'shiq talashyapsanmi deydi. Endi inson mehnat qilsa talashadi-yu, o'zim chiqib falonchini qo'shig'i meniki do'rmayman. Bu yerda ham qonun qoida bor. Xo'p, o'sha kuni birinchi kuni chaqirtirilganingizdagi bo'lgan holatlar bo'yicha ichki ishlar xodimlarining xatti-harakatlari to'g'risida ulardan yuqori turuvchi tashkilotlarga, prokuraturaga yoki bo'lmasa inspeksiyaga xabar berdingizmi? Yo'q. Xabar bermadingiz. Ariza qilganim yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha birinchi holat bo'yicha o'zingizni to'xtang, 112 ga o'sha ijtimoidan chiqqanimdan keyin men shunaqa holatda bo'ldim deb 112 ga telefon qilganman. Ularning reaksiyasi qanaqa bo'ldi? Ular men borganimda 112 ga chiqibsiz-ku, bizni nomimizda aytibsiz dedi, sizni ismingizni bilmayman aka dedim. Men sizni tanimayman to'g'risi dedim. Faqat dedim o'zimni shu yerda qiynalganligim holatim haqida 112 ga men ariza qilib chiqdim. Bu dedim meni shaxsiy fikrim, aytdim, menga yoqmaydigan ishlar bo'ldi aka, shu haqida gapirdim dedim. Video murojaatingizdan keyin sizga bosim bo'ldimi, bo'lmadimi ichki ishlar tarafdan? Yo'q, hozircha bosim unaqa narsa bo'lgan yo'q menga. Hammasi yaxshi. Endi kirsam hozir, endi bugun ko'ramiz hozir. Xo'p, mana aytyapsiz o'sha chet davlatlarga safarlarga chiqqan chog'ingizda yoki bo'lmasa o'sha hozirgi mana bilamizki
ijtimoiy tarmoqlarda faol san'atkorlar qatorida siz ham borsiz. Rahmat. Hech bir shu aniqlik kiritish bermayapti. Nima uchun chaqirilgani, qaysidir so'zda sizni xato qilganligingiz yoki bo'lmasa qaysidir so'z diniy terminga yaqinroqligi haqida ma'lumot berishmayapti. Yo'q, hech qayerda men shu savolga javob hech qayerda ola olmadim. Xo'p, murojaatchi bor ekanmi bu yerda? Murojaatmi yoki bo'lmasa Ismini murojaatchi kim edi? Meni dedim, qo'shig'im yoqmagan insonni ko'rsatinglar desam, uni sizga aytishga majbur emasmiz dedi. Murojaatchi yuzlashtirmadi-mi? Yo'q. Qanaqadir jamiyat yoki shaxs tomonidan men dedim, so'roq qilishimga sabab bormi desam, yo'qni sizga aytmaymiz deyapti. Xo'p, Baxtiyor aka, lekin meni 90% ga yaqin gumonim taniqli san'atkordir yoki baribir san'atga daxli bor inson bu narsani hidi sal kelib turibdi, buni ustidan surishtirib bilib turibman, lekin palonchi deyishga men hozir vakolatim yo'q. Xo'p, sizni chiqishlaringizga O'zbek konserti qanaqa reaksiyasi bo'ldi? O'zbek konsertdan hech nima bo'lyapti, nima vaziyat deb so'radimi? O'zbek konsertdan Davlatjon degan bir yigit bor, o'sha Farg'ona viloyatining O'zbek konserti, o'sha adashana qilgan kunim chiqdi, vaziyatda shunaqa holat aka desam, yaxshi Baxtiyor aka ilojini boricha dedi, shu yotoqlik bilan hal qilavering dedi. Gap yo'q, rahmat, sizlarni hurmat qilaman. Haqiqatda men ularga bir noto'g'ri adovatim yo'q, bu narsani O'zbek konserti endi bir biz bilan ishlaydigan jamiyatda. Shuning uchun men ularni gapini o'zim uchun do'stlik qabul qildim. Ortiqcha ularga hech qanaqa ma'lumot yo'q, bir narsa aytmadim, lekin tagida boshqa inson turganligini sal hidi kelib turibdi baribir. Baribir kimdirgadir yoqmaganligi uchun bo'ladi bu ishlar. Kimdir sizni ko'lamasa 2 yildan keyin ichki ishlar chaqirishi bu mantiqqa to'g'ri. O'g'irlik bo'ldi, jinoyat yopildi, odam o'lib chiqib ketdi, endi kim o'ldirdi deb chiqyapti-da. Mana sizga tushuncha shunaqa bo'lyapti. Xo'p, mana o'sha diniy terminlar bo'yicha o'zi ichki ishlarda ham, prokuraturada ham, davlat xavfsizlik xizmatida ham bu sohada shug'ullanuvchi maxsus vakillar bor. Bor. Keyin siz bilasizmi yoki bilmarsiz, Toshkent shahrida Hadicha Sulaymonova nomidagi sud-med ekspertizasi bor. Uni ichida xat hujjat bo'limi borda, so'zdagi terminlarda uni haqoratomuz emasligi yoki bo'lmasa bizni O'zbekiston hududida taqiqlangan diniy termin yoki termin emasligi haqida ma'lumot beruvchi, ekspertiza beruvchi shunaqa tashkilot bor. Shunga ham bir murojaat qilib ko'rmadingizmi? Shu qo'shiqlar haqida menga hech kim, mana siz aytyapsiz, shunaqa tashkilot bor. Men ichki ishlarga, hokimiyatga, diniy idoraga chiqqanda bular chetga bor demadi menga. Hatto O'zbek konsertiga chiqqanman. Bilmaymiz. Aka, menimcha bugun men birinchiman. Men hech kimda ko'rmadim-da qo'shiq uchun olib kirib so'roq qilinganini. Baxtiyor aka, siz agar Xudo xohlasa bugun kirib chiqqaningizdan keyin iloji bo'lsa, shu Hadicha Sulaymonova nomidagi sud-med ekspertizaga shu qo'shig'ingizni yuboring, matnini. U yerda xat hujjat bo'limi bor, u yerda o'sha shunaqangi holat bo'ladi-ku, mana ijtimoiy tarmoqda faolsiz, agar siz ijtimoiy tarmoqda kimdir haqoratomuz so'z bilan sizga haqoratomuz tuyulishi mumkin, lekin ular ekspertiza xulosasida haqiqiy o'zbek tilida bu haqorat bo'lmasligi mumkin. Bizning tushunchamizda haqorat bo'lib qolgan bo'lishi mumkin-da. Shularda aniqlab beruvchi xat hujjat bo'limi bor. Sizga qo'shig'ingizni qaysi joydagi so'z yoki qaysi joydagi nima desa urg'u o'sha bizning O'zbekiston hududida taqiqlangan terminlarga to'g'ri keladi yoki kelmaydisini so'zma-so'z ifodalab beradi. Iloji bo'lsa shuni o'zingiz uchun mayli, hozir ichki ishlarga kirib chiqqandan keyin imkon bo'lsa sizga bog'lanadi. Albatta aka. Shu haqida men ozgina siz bilan bo'lishaman, lekin imkon boricha shu to'g'ri yo'lga yo'naltirsangiz, bizning san'atkorlar ham qaysidir san'atkor balkim bugun bilmay shunaqa qo'shiq chiqarib qo'yib yoki qanaqadir narsani bilmay qilib qo'yishi bor insonda. Albatta. To'g'ri yo'lga solib olishga balkim bu ham shu jamiyatga foydasi tegadi. Albatta. Men hozir ichki ishlarga kirib chiqqandan sizlarga aloqaga chiqaman. Xo'p, yana Xudo xolasa albatta gaplashamiz. Hozir sog'lig'ingiz yaxshi, Baxtiyor aka? Bugun yaxshi. Ilk kun lekin qattiq og'ridim, uyda yotdim, hech qanday telefonimda, men telefonimda qizlar yotibdi, buni men sizga screenshot qo'shlayman. Telefon ayog'imning sim kartasini qo'yib ishlatyapman hozir. Sabab o'zim telefonim ag'da turganligi uchun ijtimoiy tarmoqlarda ham o'sha sezilardi insonlarga bir men hamisha kun chiqib yurgan bo'laman. Hech qayerda bir televizor bo'lamas edim. 2-3 kundan bir sog'ligim sal endi bugun ko'chaga chiqib bir odamlar bilan gaplashib ozgina yo'lib turibman-da, og'ir botdim, juda og'ir botdi. Hatto yig'ladim. Sabab nimaga endi bugun ijod uchun javob so'roq, nimaga endi bunaqa degan savolga hali ham javob yo'q-da. Bugun qani kiraylikchi, endi Alloh nima desa shu bo'ladi-da. Rahmat, salomat bo'ling aka, suhbat uchun rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p bo'ladi, rahmat. O'shada men o'zim uchun yozgandim. YouTube'ga ham qo'yganman. Kim do'st dushman bilmadim nogoh
choh qazisa bo'lmadim ogoh.